Bugun Amjon hoji otamizni 60 yoshlik yubiley tug'ilgan kunlarida hammamiz birgalikda diydorlashib turibmiz. Hoji onamiz bilan birgalikda ko'p yillar umr guzoronlik qilib, farzandlarini baxtli kunlarini nishonlashlik, farzandlarini duo qilib yurishliklik. Hoji aka, bugun mana sizni yaqinlaringiz xursandchilikni birgalikda nishonlash uchun yig'ilgan, bir joyga yig'ilgan. Bugun biz ham ijodiy jamoamiz nomidan, davlatim otam, jannatim onam loyihasi ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Xudo xolasa har yili sizlarni xursandchilik kunlaringda ikki og'zim shirin so'zlar bilan, yaqinlaringni dilnomalari bilan, unutilmas sovg'alar bilan tabriklash nasib qilsin. Bugun sizni jondan aziz bo'lgan bolajonlaringiz nomidan, o'g'il qizlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz va danagidan mag'zi shirin deydi.